u yoq tarafdan bu yoq tarafga o'tolmay, ya'ni eski joyimga. 3-smen qizlarimiz Rossiyam bir-biridan iqtidorli va judayam bir-biriga mehribon qizlar. Ijod qilishni bilishadi. Qaranglar, muzikani eshitib turib, men uchun bular qalin qop kiygan. Nima xossizlar, qizlar? Diskoteka xossizlarmi? Voy, hincha qo'shiq ketyapti lekin. Qani kalonka? Ha, mana hijobinglar bor. Voy, voy, ana bu bitta. Salom alaykum. Qizlar mana shunaqa ijod qilishni bilishadi. Muzikalar bilan, muzika eshitsa ijod yaxshi keladi. Молодец. Bloger qizimizdan chiqadi. Voy, ehtiyot bo'ling. Yaxshimisiz, opaginam? Tuzumisiz? Shunaqa o'xshamagan kadrlar ham bo'lib turadi. Azizlarim, sizlardan kelgan kommentariyalarni o'qib shunaqa mazza qilib motivatsiya olaman. Boringlarga shukr. Sizlar uchun yana va yana ijod qilishdan charchamayman. Bugun hamma bemalol eplab tikadigan bomberi tikishni o'rgataman. Qaniki. Buning uchun atiga 1,5 metr mato yetarli bo'ladi. Men Chanel materialini oldim. Chanel materialdan hamma kostyumchiklar tikadi, lekin bu safar men bir o'zgartirish kiritdim. Matoni 4 buklovda bo'yin o'yindiga 7 cm, undan so'ng yelkaga 12 cm olasizlar. Butun bo'y uzunlikni 55 cm olib, eniga 30 cm chiqib, orqa bo'yin o'yindini birinchi kesib olamiz. Undan so'ng ochib turib, oldi bo'yin o'yindini kesib olsanglar bo'ldi. Va yelkalarni yelkaga, yo'llarni ulab turib, xohlaganingizcha fantaziya qilib berasizlar. Onlayn kursingiz bormi deganlar uchun albatta onlayn va offlayn kurslarim bor. Bemalol yozdirishingiz mumkin. Mana bomberimiz ham tayyor. Qalay chiqibdi, shapkani shogirdim tikib berdi. Barcha kasblarimni chin dildan sevaman va hunarli bo'lganimga Allohimga behisob shukr etaman. Albatta sizlarni ham qo'lingizdan keladi. Qo'rqmasdan qadam tashlaylik. Materialimni qolganidan Ra'noxonga ham asal kiyimcha tikib berdim. O'ziga buram yoqdi. Ona xotin oynaga qarab raqslarga tushib berdi. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham muhim. Sog' bo'linglar. Malaka oshirish guruhimizdagi qizlarimiz уже mana tikib kiyib olib kelishibdi. Juda tezlashtirib o'tilinadi bularga. Malakali tikuvchilarimiz mana shunaqa chiroyli kiyimlar tikib o'sha kiyishyapti. Shunaqa mazza qilaman. Malaka oshirishda bitta gapimdan tushunib olasizlar. Mana bu dvoyka qilib tikkanlar. Qanaqa? O'ziga yoqdimi? Ha, juda ham yoqdi. Aha, juda chiroyli chiqibdi. Mana bu go'zallikni ko'rsataman sizlarga. Bu bolalarga tikibdilar. Necha yosh bolangiz? 3 yosh. 3 yoshli o'g'illariga shunaqa chiroyli turibdi. Rasmini ham jo'natganlar. Shov-shuvlarga sabab bo'ldi bugun gruppada bu. Juda chiroyli. Bu ham bolalariga, o'g'illariga tikib berganlar. Shunaqa chiroyli chiqqan. Mana shu opa singillar tikishgan. Ikkalovilar o'g'illiklar bitta yoshdami? Bir xil. Yo'q, meniki kichkina. 1 yosh farqi bor. 1 yosh farqi bor. Ha, yaxshi. Shunaqa gaplar bizada. Qizlarimiz tikkan liboslarni bir chetdan ko'rsatib